Aka nima qilyapsiz? Ko'ryapsiz, taxlayapmiz sekin-sekin. Xo'p, nima mahsulot? Informatsiya bering. Samakalik oynalar aka. O'zi yopishadigan. Shuni shilasiz. Mana shiladigan joyi bor. Xo'p. Shilinadi. Taxta bor, oddiy taxta. Taxta. Informatsiya beradi, nimalarga yopishadi, taxtaga yopishadi, xudo xolasa, kafillarga, tekis devorlarga, shpaklov qilingan devorlarga, misol oynani ustiga, eshikga, MDF har xil narsa yopishadi. Gips kartongacha. Gips kartonga yopishadi. Faqat bir marta shpaklov qilinib, yaxshilab gruntov qilgandan keyin yopishadi. Gips kartonga. Chang bo'lsa yopishmaydi. Ko'rasiz, assortimentlarimiz har xil. Ichi chiroyli, go'zalligini qarang. qarang. Mana buni 20 razmer. Xo'p. Mana bunaqa gullayasiz bo'ladi bundan. Har xil dizayn qilib yasasangiz bo'ladi. Ko'ki bor, qorasi bor, kimga tillasi kerak bo'ladi. Keyin mana bunaqa variantlar ham bor, mati variantlar ham bor. Mana ham chiroyli ekan. Vashshi assortiment bomba ekan. Nech puldan boshlanadi? 18 ming so'mdan. Mashina donasi 18 ming. Donasi 18 mingdan. Nech pulgacha? 79 minggacha donasi. Xo'p, manzilli Toshkent shahrida Yashnobod tumani Gumbaz qurilish bozorida. bor. Qanaqadir ma'lumotlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlar bilan bog'lansanglar bo'ladi. Obuna bo'lishingiz esdan chiqmasin.